Bugün suluq ışıqni tushirganға bir resip so'zlab beray. Xanım-qizlar, shu suluq ışıq to'g'riliq bek ko'p so'rab ketdinglar. Suluq ışıq normalda xanım-qizlarningki shu das bo'shliqida, turbi yo'lda, shunaqla tuxumdanda ko'proq ko'rilib qoladi. Suluq ışıq dastlab paydo bo'lgan vaqtida xanım-qizlarningki shu ahvon shunaqla suv ko'p kelgan ahvollar ko'riladi. Undan boshqa bara-bara bu suluq ışıqning cho'nglishiga egishib, suluq ışıq paydo bo'lgan o'rinlarda azroq og'rish sezim paydo bo'ldi. Bağan siri suluq ışıqdaki cho'nglishiga egishib sizningki amaldor bo'lishingizni ta'sir yetkazadi. Buni normalda hamda bek cho'nglab ketgan vaqtida shu operatsiya qilib davolab asliga keltirishga to'g'ri keldi. Agar biz suluq ışıqni dastlabda bayqagan vaqtda oilamizda siriq chechak, kavavichin, undan boshqa shu qurtilgan anarning po'sti, andan zanjivil, shu to'tini yumshoq suqib, hammasi qurtilgan bo'lishi kerak. Shu yumshoq suqib undek oldi keltirib olgandan keyin buni yerlik tuxumga bir qo'shiq aralashtirib, zimat oldi keltirib, shu o'zimizningki suluq ışıq paydo bo'lgan, masalan, o'ng taraf tuxumdandimi, so'l taraf tuxumdandimi, shuningga yiqirab, shu urunga zimat holatida tengib bergan vaqtimizda, agar dasposhqida bo'lib qolsa, kindikning 3 barmoq osti tarafiga tengib bergan vaqtimizda buning unumi nihoyat yaxshi bo'ladi. Undan boshqa xonim-qizlarimiz shu gul moy bilan yerlik urunni maylab, kindikning atrofi, shu ikki taraf tuxumdandagi o'rni qatorliq urunlarni gul moy bilan maylab issiq o'tkazib turishni doim davomlashtirgan vaqtimizdami, bek cho'nglab ketmagan suluq ışıqlarni kichikiltish ham yo'qitib etishga tamamen bo'ladi. Bugun oldinglarmi? Undaq bo'lsa atrofinglardagi texmi ko'p do'stlaringlarga taqdim qo'ygan